Assalomu alaykum. Fasadning plitka ishqibozlari, mana navbatdagi obyektimiz ish jarayonlaridan lavhalar. Bu tomonlari bitgan holati. Xo'sh, oq 3D fasondagi g'ishlarimiz. Sokullariga bo'lsa katta zadar sokullar ishlatilgan. Mana chekkalariga tunukalar qo'yilgan holati. Xo'sh, bu tomonda ish jarayonlari hali davom etmoqda. Derazalariga tunukalar qo'yilsa, tomonlari ham bitadi. Bu tomonda ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Bu tomoniga oq-qora fasondagi 3D g'ishlarimiz ishlatilyapti. Katta ob'yomda masjidga qotirilyapti. Ko'rishlaring mumkin. Katta ob'yomda hali ish jarayonlari davom etmoqda. Mana arkali holatda derazalarga ham qotirilgan. Endi bularga chekkalariga o'sha tunukalar qotirilsa, ish jarayonlari tugaydi. Kimga qanaqangi fasadni plitkalarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz siz xohlagan ranglarda va razmerlarda.